Sen ukam menga qara, Kamazga 2000 beravergin, men senga bonus qilib beraman. 10 metr sudrab ham ketadi meni. Bo'ladimi? Bo'ldi. Dilshodbek Musabekov 1975-yilning 13-iyulida Andijon viloyatida tug'ilgan. Ota-onasi uni san'atkor bo'lishini orzu qilgan. U asli mutaxassisligi bo'yicha sozanda edi. Bir necha yillar mobaynida qattiqqo'l ustozlardan doira chalish sirlarini o'rgangan. Marhum ijoddagi faoliyatini turli hajviy ko'rinishlar hamda quvnoqlar va tanlovdan boshlagan. Bir qancha filmlarda rol ham ijro etgan. Zo'r TV telekanalidagi ko'plab ko'rsatuvlarda boshlovchilik qilgan hamda e'tiboringizga uzatilgan dasturlarda mehmon sifatida qatnashgan. Dilshodbek Musabekov 2023-yilda Dizayn kulgu jamoasi konserti bo'layotgan vaqtida yurak xuruji bilan shifoxonaga tushib qolgani muxlislarga ma'lum. Shuningdek, 2024-yilning yanvarida u insultni boshidan kechirgani haqida ham so'zlab bergan. Ijodkor o'zining samimiy hazillari, sahnadagi tabiiyligi va tomoshabin qalbiga tez yetib boradigan obrazlari bilan ko'pchilik mehrini qozongan edi. Uning ijodi quvonch, kulgu va samimiyat bilan yodda qoladi. Ijodkorning vafoti nafaqat oilasi, balki butun san'at ahli va minglab muxlislari uchun kutilmagan va katta yo'qotish bo'ldi. Marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Uning yorqin xotirasi va ijodi muxlislar qalbida mangu yashaydi.